So'nggi paytlarda Xitoyliklar tarafidan O'zbekistonda bozor yerlari, binolar va uylarni sotib olinayotgani hamda ularga xitoycha yozuvda peshtaxtalar va reklama bannerlari qo'yilayotgani aholi orasida jiddiy noroziliklar uyg'otmoqda. Kommunistik davlat bayrog'i ranglarida chizilgan xitoycha yozuvlarning namoyishkorona tarzda o'rnatilishi Xitoyning O'zbekistondagi dastlabki anneksiya qadami muvaffaqiyatli amalga oshganining belgisi hisoblanadi. Shuningdek, bu xitoyliklar O'zbekiston aholisi qadriyatlari va muhitiga moslashish niyatida emas, aksincha, o'zining tili va madaniyatini keng yoyish istagida ekanligini anglatadi. Odatda Xitoy iqtisodiy kelishuvlar avvalida mamlakatning ichki siyosatiga aralashmaslik va siyosiy harakatlar bilan shug'ullanmaslik va'dasi bilan kirib keladi. So'ng esa mahalliy aholining e'tiqodi va yashash tarzini Xitoy istagan shaklga solish uchun hukumatga talablar qo'ya boshlaydi. Shuningdek, Tojikiston va Qirg'izistonda kuzatilgani kabi Xitoy yerlarni, strategik ahamiyatga ega inshootlarni urushsiz qo'lga kiritgani hamda u yerlarga harbiylarini joylashtirgani va mahalliy hokimiyatlarga bo'lgan ta'siri kuchayib borgani hisobga olinsa, xalqimiz yurtga yopirilib kelayotgan Xitoy ekspansiyasiga qarshi norozilik to'lqinini paydo qilish zaruratga aylangani ayon bo'ladi. Ma'lumki, Zolim Karimov davrida ishlab chiqaruvchilarga davlat dastak ko'rsatish tugul, ularni soliqlar va yig'imlar bilan siquvga olish oqibatida Xitoyning kundalik ehtiyoj mollari bilan raqobatlasha oladigan tovarlar ishlab chiqarish qiyinlashgan edi. Biroq Xitoy tovarlariga cheklovlar kiritilgani sababli mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlari bilan ichki bozorni ta'minlardi. Mirziyoyev davriga kelib esa Xitoy o'zining arzon va zamonaviy tovarlari bilan O'zbekiston bozorlarini egallay boshladi. 2024-yilga kelib O'zbekistonda xorijiy kapitalga ega bo'lgan korxonalar soni bo'yicha Xitoy yetakchiga aylandi. Hozirda mamlakatimizda 3467 ta Xitoy kompaniyasi faoliyat yuritmoqda. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 44% ga o'sgan. O'zbekistonda Xitoyning bir qator mahsulotlari bilan raqobatlasha oladigan tovarlar ishlab chiqaruvchi korxonalar bor. Biroq O'zbekiston taqdim qilgan soliq imtiyozlaridan foydalangan holda Xitoy kompaniyalari o'z mahsulotlarini qasddan arzon narxlarda sotish orqali bozorlarni monopoliya qilish harakatiga tushishgan. Shu sababli dunyoga o'zining yuqori sifatdagi sabzavot poliz mahsulotlarini eksport qilishi bilan tanilgan xalqimiz Xitoyning arzon mevalarini afzal ko'rayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bunday sharoitda ishlab chiqaruvchi korxonalar qanchalik quvvat va tajribaga ega bo'lmasin, xaridorni yo'qotish ortidan qisqarishga va kasodga uchrashga mahkumdir. Xitoy ekspansiyasiga qarshi turish masalasida o'zbekistonlik demokrat iqtisodchilar investorlarning turli davlatlardan bo'lishi bu muammoning yechimidir deyishmoqda. Holbuki Mirziyoyev hukumatı aynan ular aytayotgan demokratik islohotlarni joriy qilish oqibatida O'zbekistonga sarmoyalari va iqtisodiy hamkorlik takliflari bilan kirib kelgan 198 ta davlat ichida Xitoy yetakchilikni qo'lga kiritdi. So'nggi ma'lumotga diqqat qarataylik. Shavkat Mirziyoyev 25 fevral kuni Sirdaryo viloyati iqtisodiyotini rivojlantirish, ish o'rinlari va investitsiyalarni ko'paytirish bo'yicha 2025-yilgi rejalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Majlisda viloyatning tranzit salohiyatidan unumli foydalanish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Sirdaryo geografik jihatdan O'zbekistonning markaziy qismida bir necha xalqaro avtomagistral kesishmasida joylashgan. Xitoy O'zbekistonni Qozog'iston bilan bog'lovchi mazkur viloyatda sanoat zonalarini tashkil qilishga va Xitoy shaharchalarini bino qilish orqali u joyga mustahkam o'rnashishga harakat qilib kelmoqda. So'nggi 3 yilda Xitoyning bu viloyatga kiritgan investitsiyalari sezilarli darajada ortdi. Biroq shunga qaramay, Sirdaryo xizmat ko'rsatish sohasining respublikadagi ulushi eng past viloyatiga aylanib qoldi. Buning boisi Xitoy investitsiya kiritgan sohalarga o'zining ishchi mutaxassislarini olib kelmoqda. Shu sababdan Sirdaryoda ishsizlik ortishda davom etmoqda. Endilikda sanoat zonalari va savdo shoxobchalarini tashkil qilish uchun jalb qilinishi aytilgan 2 milliard dollarni ham viloyatning faol investoriga aylangan Xitoy ajratishi mumkin. O'zbekiston sotuvga qo'yayotgan konlarni va oltin rudasi maydonlarini o'zlashtirishda Xitoy yetakchilik qilmoqda. Bu konlarda qazib olingan boyliklarga soliq solinadi. Shu sababdan Xitoy kompaniyalari qazilmalarning turlarini va miqdorini yashirish ehtimoli yuqori.
Yana bir ulkan fojialardan biri Xitoydan olinayotgan foizli qarzlardir. O'zbekiston Xitoydan olayotgan qarzlarga oid shartnomalar matnini oshkor qilmay keladi va ulardagi shartlarni ham aniq ko'rsatmaydi. Shu sababli Tojikiston va Qirg'iziston misolida ko'radigan bo'lsak, Pekin kredit berishda pul sarflanadigan loyihaning kamida 50% uskunalari va xizmatlarini Xitoydan sotib olinishini shart qiladi. Qarz va uning foizlari o'z vaqtida to'lanmagan taqdirda Xitoy strategik aktivlar ustidan nazoratni qo'lga kiritadi. Aniqroq qilib aytganda, tabiiy resurslarga boy yerlarni va konlarni tortib olish huquqiga ega bo'ladi. Bu qarzlarning o'zini emas, balki foizlari to'lanayotgan davrdayoq Xitoy qarzdor hukumatlarni siyosiy, madaniy va sud huquq tizimidagi hamkorlikka undaydi. Bu holat ayniqsa Qirg'iziston misolida yaqqol ko'rindi. Berilgan bu qarzlar Xitoyga Shanxay hamkorlik tashkiloti vositasida Qirg'iziston bilan sud huquq tizimidagi hamkorlikni chuqurlashtirishga imkon bermoqda. Tajribalar almashinuvi nomi ostida Qirg'iziston sudyalariga Xitoy tomonidan ta'lim berilishi yo'lga qo'yildi. Bunday hamkorlik oqibatida kimning ustidan qanday hukm chiqarish, qaysi ish maqbul yoki nomaqbulligi, xususan kimni terrorchi va ekstremist deb belgilash masalasi Xitoyning talablariga muvofiq yuritiladigan bo'lib qoldi. Ilm-ma'rifat sohasini egallash maqsadida Xitoy tili, adabiyoti va madaniyatini zo'rlab tiqishtirish harakatlari ham o'zining achchiq samaralarini bermoqda. Qirg'iziston telekanallarida Xitoy ko'rsatuvlari va filmlari paydo bo'ldi. Xitoy kitoblari qirg'iz tiliga tarjima qilindi. 4 ta Konfutsiy instituti ochildi. Islom dini rivojlanayotgan Bishkek, O'sh va Jalolobodda 20 dan ortiq Konfutsiy sinflari tashkil qilindi. Hozirda bu joylarda 10 mingdan ziyod talabalar tarbiyalanmoqda. Eslatib o'tamiz. Qirg'iziston Xitoydan olgan qarzlarining o'zini emas, foizlarini to'lash jarayonidayoq mamlakatning qiymatli yerlaridan, turli minerallarga boy konlaridan hamda ichki va tashqi siyosatdagi erkidan mahrum bo'ldi. Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari qo'l urgan asriy xiyonatlarini O'zbekiston ham takrorlab, 2024-yilning dekabr oyida rasmiy Pekinning qiziqish bildirishi ortidan Xitoy bilan 30 kunlik vizasiz rejimni joriy qildi. Madaniy sohadagi hamkorlikni rivojlantirib, o'tgan yilning oktyabr oyida Toshkentda Xitoy tili va madaniyati festivali o'tkazildi. Hozirda O'zbekistonda Xitoy universitetlari bilan hamkorlikda ishlayotgan Konfutsiy universitetida minglagan talabalar tahsil olmoqda va Toshkent shahridagi Xitoy tiliga ixtisoslashgan o'rta maktabda Xitoysevar yoshlar yetishtirib chiqarilmoqda. Bu omillar albatta Xitoyning madaniy ta'siri kuchayishiga xizmat qilmasdan qolmaydi. 1 yoki 2 yil o'qib, imtihonlarda qatnashib, Xitoy tilini bilish darajasini aniqlash imkoniga ega bo'ladilar. Test sinovlarini muvaffaqiyatli topshirish, Xitoyga sayohat qilish va ajratilgan ta'lim grantlari asosida yetakchi universitetlarda o'qish imkonini beradi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlaymizki, Xitoyning O'zbekiston iqtisodiga va o'zbek jamiyatiga keltiradigan zararlari oldida uning keltiradigan foydasi arzimas bo'lib qoladi. Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarshi genotsid jinoyatini yuritayotgan bu xudosiz kommunist davlat yurtimizda ham islomga qarshi kurash kuchayishiga sababchi bo'ladi. Mirziyoyev hukumatı tabiiy boyliklarni qazib olish va qayta ishlashga mablag', vaqt va kuch sarflashdan qochib, O'zbekistonning bebaho resurslarini tashqi investorlar ixtiyoriga topshirib qo'yyapti. Bu uzoqni ko'zlamay yuritayotgan siyosat ortidan O'zbekistonni chet davlatlarga bo'lgan qaramligi kuchayibgina qolmay, balki xalqimizning diniy qadriyatlari va yoshlarimizning odob axloqiga salbiy ta'sir o'tkazadigan buzuq muhit yuzaga kelmoqda. Xitoy O'zbekiston hukumati uchun tabiiy boyliklardan tushgan daromadlarini va qarz mablag'larini yashirincha offshor banklarga yetkazib berishi bilan qulay investor bo'lishi mumkin. Biroq bu bergan qarzlarini pul ko'rinishida emas, O'zbekiston o'zining muhim yerlarini va yirik konlarini berish hisobidan to'lashni shart qiladi. Ayrim manbalarda aytilishicha, Xitoyning investitsiyaga doir shartnomalarida maxsus band bor. Mazkur moddaga ko'ra, davlatlar Xitoydan olgan qarzlari evaziga o'z mustaqilligining bir qismidan voz kechishlari lozim. Shu jumladan, Xitoyni xalqaro sudga berish huquqidan ham mahrum bo'ladilar. Xitoy og'ir sanoatni ishga solishi ortidan bugungi iqtisodiy yutuqlarini qo'lga kiritmoqda. Bu kofir dushman davlatning O'zbekistondagi ishlab chiqarish infratuzilmalarini yangilayotgani va zamonaviy texnologiyalarni olib kirayotgani yurtimizning taraqqiy etishiga xizmat qilmaydi.
Aksincha, importga qaram iste'molchi xalq va agrar davlat bo'lib qolishimizga olib keladi. Boshqacha aytganda, O'zbekistonning xomashyo bazasi bo'lib qolishdan qutulish urinishlariga to'siq bo'ladi. Bunday sharoitda xalqimiz ilg'or texnologiyalarga ega bo'lib, raqobatdosh sifatli mollar ishlab chiqarish imkoniyatiga hech qachon ega bo'lmaydi. Qachonki xalqimiz bir jihatdan mustaqil bo'lib, o'zining og'ir sanoatiga ega Roshid xalifalik davlatiga yetishsagina, eng yangi texnologiyalardan to'la bahramand bo'ladi. Negaki, xalifalik o'zining asosi bo'lgan islom ahkomlari talabiga ko'ra har sohada dunyoning yetakchi davlati bo'lishiga va tayanch sifatida xalqini tanlash va uni yuksaltirishga asosiy e'tiborni qaratadi. Shu maqsadda har bir fuqarosining qobiliyati va qiziqishlariga ko'ra o'zlari tanlagan sohalarda bilim olishi, o'sha kasbning egasi bo'lishi va ish faoliyatini yo'lga qo'yishida dastak beradi. Endi konlarni qazib olish masalasiga kelsak, Roshid xalifalik tabiiy boyliklarni ummat mulki deb qabul qiladi. Shu sababdan tabiiy resurslarni xususiylashtirmaydi va qo'shimcha daromadlar olish uchun yillik shartnomalar asosida ajnabiy shirkatlarga sotmaydi. Balki konchilikka oid moddiy texnika bazasi yetishmasa, chetdan sotib oladi, mutaxassisga ehtiyoj tug'ilsa, oylik maosh berish tartibida chetdan odam yollaydi va muhim ahamiyatga ega bu sohani davlatning o'zi yuritadi. Barcha sohalarni og'ir sanoat asosiga quruvchi bu davlatning qudratli armiyasi bo'lishi tabiiydir. Shundagina Uyg'ur va boshqa musulmonlarni repressiya qilayotgan Xitoy kabi mustamlakachi davlatlarni tiyib qo'yish amalga oshadi. Bugun Xitoy uzoq yillarga mo'ljallangan mustamlakachilik rejalari bilan yurtimizga yopirilib kirib kelayotgan bir paytda Mirziyoyev hukumatini bugungi muammolardan chiqish va hokimiyatni mustahkamlashgina qiziqtirmoqda. O'zbekiston hozirgi holatda Xitoyning nufuzi ostiga kirganicha yo'q. Agar xalqimiz Xitoyning faollashuviga befarq qarasa, ortga qaytarib bo'lmas yo'qotishlarni boshidan kechiradi. Unutmaslik kerak, bozorlardagi xitoycha yozuvlar bosqinchining ildiz otayotganidan dalolatdir. Uning ildiziga bolta urish esa Xitoy bilan tuzilgan va shar'an harom hisoblangan shartnomalarni bekor qilish bilan bo'ladi. Bu yurtning haqiqiy egalari sifatida biz musulmonlar Allohning oldida javobgarlikni chuqur his qilib, islom diyori hisoblangan yurtimizni, tabiiy boyliklarimizni xudosiz Xitoylar egallashiga qattiq qarshilik ko'rsatishimiz zarur. Shuningdek, Xitoyliklarga norozilik va betoqatlikni ko'rsatish zarur. Chunki ular Uyg'ur birodarlarimizni hozirda ham muntazam qattag'on qilib kelmoqda. Bu ishda o'zini musulmon sanagan va yurtni dushman egallashiga qarshi bo'lgan har bir inson imkoniyatidagi barcha vositalarni ishga solishi zarur. Odamlar bilan yuzma-yuz suhbatlarda va internet tarmoqlaridagi rasmiy saytlarga Xitoy xatari haqida fikr bildirishlari kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi bildirilgan bitta fikr ham muhimligini unutmasligimiz lozim. Alloh taolo deydi: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Ey mo'minlar, mening dushmanim va sizlarning dushmanlaringiz bo'lgan mushriklarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga do'stlik haqida xat xabar yuborursizlar. Holbuki ular sizlarga kelgan haq din va Qur'onga kofir bo'lgandirlar.